Voy, rozıg'ış qilamiz buni. Ikkinchi model bu Hot Rod. Bu limited edition. O'zbekistonda 5 ta bor. Ikkitasini menga berishdi. Ikkalasini rozıg'ış qilmoq uchun, voy, rozıg'ış qilamiz buni. Oddiy Hot Rod hozir yana olib kiraman, ko'ramiz. Mana, bu ham Hot Rod. Oddiy Hot Rod narxi 3.900.000. Bu limited, bu chista turnir uchun qilingan. Mana chiroyli yozuvlar. Be known but yourself. Mashhur bo'lsang o'zingda bo'l degan yozuvlarda. Birinchidan kraska plus dop funksiyalari ham bor. Полностью pastki tepaga, tepa pastga tushadi. То есть podlokotnikka ham pastki tepaga ham qilsa bo'ladi. Plus kachanasi yaxshiroq. Buni rozgrish qilamiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bir oy, 2 oy kutib o'tirmayman, bir haftada qo'raman. Telegram kanaliga kiringlar, bu video ko'rganingdan keyin tuz rozgrish turadi. Ishtirok etish degan knopkani bossanglar bo'ldi. Hech narsa kerak emas, bu avtomatik to'laydi. Logistika, rasxodlar hammasini o'zim ko'tarib beraman. Toshkent ichida bo'lsa, yig'ib beramiz, problemasi yo'q. Yig'ib berib, uygacha Yandexmi, любой доставкаdan chiqarib olamiz. Bu oddiy Hot Rod, narxi 3.900.000. BMW kovshiklardagi qilingan, mana sportivniy kovshik. Bu nimasi yaxshi, o'tirganingizda полностью yopadi, belni ushlab turadi, и специальный подушкасы bor, mana bunaqa. Podushkani teproq qo'ysanglar belli ushlaydi, bu juda удобный. No, bu ozg'inligi ko'proq, to'g'risi aytaman. Bu bratishkani aslida sportmenda oladi, realniy Thomas sportmenda oladi. Neki jostki narsani yoqtirishadi, и maytda havo o'tadi, shunga удобный juda. Keyingi modelingizni ko'rsataman.